Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omonmisizlar? Sport bilan 100 kun nomli challenjimiz bugun 34-kunidamiz. Sizlarga bugun Rumga safar qilgan bir Turkiya haqida so'zlab bermoqchimiz. Qadim zamonlarda bir turkiylardan bo'lgan inson Rumga safar qiladi. Bu yerda bilasizlar, karvonsaroylarda tunab qolishadi yokida o'zlari chodirlarni qurib, yo'llarda yotishib, manziliga yetib olishgan. Turkiylardan bo'lgan bir kishi ham Rumga safari chog'ida ketarkan, karvonsaroylarga kiradi, boshqa yerlardan o'tadi. Ya'ni yo'lda uni quloqiga bir gap kelib qoladi. Ya'ni aytishadiki, Rumda shunday biri paydo bo'lganki, hiylada, nayrangda, yolg'onda, o'g'irlikda unga teng keladigani yo'q deydi. Bu turkiy juda bir aldanmaydigan, hech qachon narsasini o'g'irlatmagan, o'ziga ishonchi, qat'iyati kuchli bo'ladi. Shunda Rumga yetay deganda, karvonsaroylarning birida adashmasam shunday bir suhbatga to'g'ri keladi. Ya'ni bunga Turkiya ham aralashadi, deydi. Menga o'sha yolg'onchini, o'g'rini uyini manzilini bersanglar, u meni aldolmaydi. Degilar deydi, aldab qo'yadi deydi. Ko'pchilikni aldagan. Katta sarkardalar u ne insonlarni aldayordi. Siz nima bo'libsiz deydi. Aldonmaydi. Men biron marta aldanmaganman, narsamni o'g'irlatmaganman. Shunda aytadiki, u aldanib qolasiz deydi. Mayli deb turib garov bog'lashadi. Agar deydi, yutkizib qo'ysam, mana shu otim sizlarki deydi. Otda ketadigan bo'ladi. Bo'ldi deyishadi. Unga manzilni berishadi, ko'rsatib qo'yishadi. Ya'ni u chevar bo'ladi, nomi chiqqan o'g'ri. Rumga borar ekan, uni yoniga kiradi, bir bozorga boradi birinchi uni uyiga kirishdan oldin. Eng qimmatbaho materiallardan olib, o'ziga bir ustiga kiygani to'n uchun maxsus mato oladi. Hamda materialni olib kiradi. Oldiga kirib aytadiki, deydi, menga shundan juda bir chiroyli to'n tikib ber ustimga deydi. Salom alik qilib juda bir mulozamat qilib ko'rishadi o'g'ri bilan, Turkiy bilan. Turkiya aytadiki, menga deydi, bunaqa yolg'on yostiq gaplaringni gapirma deydi. Nimaga unday deysiz desa, men seni ta'rifingni eshitdim deydi. Odamlar aytishaveradi deydi. Men seni juda yaxshi taniyman deydi. Keyin aytadiki, siz xohlamaysizmi, mehmon bo'lib kelibsiz deydi. Rumli aytayapti. Sizni Rumda gladiatorlar janglariga, ya'ni Kolizeyga, Rumda go'zal joylariga, chiroyli ayollar bor joylariga olib borishni xohlayman. Men bilan birga borishni xohlamaysizmi deydi. Meni qo'y chalg'itma, yolg'on gapirma deydi. Seni qanday bir o'g'riligingni bilaman deydi. Yoningda boshingni ustida turaman, menga shu joyda kiyimimni tikib tayyorlab berasan, kiyaman, men bu yerdan chiqib ketaman deydi. Bu taklifni u 2-3 marta qaytaradi, ya'ni rumlik, turkiy rad javobini berib, so'zda qat'iy turadi. Mayli deydi, sizga bir latifa aytib beraman, shu yerda mayli deydi. Rumlik. Aytsa turkiy. Tashqariga chiqmaymiz ekanu degan bir holatda. Mayli deydi. To'nni tikar ekan, to'nni boshlar ekan, bichishdi, ya'ni uni razviyani oladida. Har bir juda bir ajoyib shunday bir hikoyalar aytadiki, latifalar aytadiki, har kulganida uni ko'zi bir yumilib ochiladi. Ya'ni Turkiyada ko'zi bir sirt yumiladi, qattiq yumilib ochiladi. Kulganda ba'zi yopiladi ko'zlar.
xuddi shunday holatda rumlik matodan jinday qiyib qo'yadi. Ya'ni shu holat takrorlanadi. Oxiri bir rosa qiziq joyiga kelganda to'xtatadi, rumlik aytadi, deydi. Bo'ldi endi, to'xtatmasam bo'lmaydi deydi. Nimaga to'xtatding? Davom et, juda bir qiziq ketyapti deydi turkiy. Aytsa u bo'lmaydi deydi. Agar yana bir marta sizga hozir latifa aytsam, bu latifani oxiriga yetkazib qo'ysam deydi. Bu siz bergan materialdan, mahsulotdan ichingizga kiygan kiyim ham chiqmaydi, ya'ni mayga ham chiqmaydi sizga degan gap gapiradi. Endi bundan oladigan xulosamiz shuki, ketishda u garovga yetkazgan otini berib qaytadi. Bu rumlik dunyo bo'ladi. Bu turkiy biz bo'lamiz. Endi qo'lidagi mato biz umrimiz bo'ladi. Qaychi, unali ko'zlarni yumilishi, latifalar bu dunyodagi insonda nima desam bo'ladi, ya'ni dunyoga berilib ketishi bo'ladi. Biz dunyoga berilib ketib, orzu havasga, o'yin kulgiga berilar ekanmiz. Qaychida shunday qiyib qo'yadi, vaqt o'tgan dunyo qilamiz. Ko'plab xulosalar olsa bo'ladi. Qisqasini aytib o'tdim, ya'ni rumlik dunyo qaychida qiyyapti, ya'ni mato umr hamda u turkiy bizdek dedim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.